oldingi qismda. Va hozir hali ham tirikligingizdan xursandman. Bu yergacha yetib kela oladiganlar juda ko'p emas. Siz kimsiz? Bu yerda bu muhim emas. Muhimi, men seni qutqardim. Prosta takkami? Yo'q, shartim bor. Menga yordaming kerak. Albatta, har doim narx bor. Gapiring. Ko'p sikllar oldin akam bu yerda g'oyib bo'ldi. Tizim qulaganida biz ajralib ketdik. Men uning signalini eshityapman. 9-sektordan kelgan kuchsiz signal. Nega endi u yerga o'zing bora olmaysan? Bu juda xavfli. Bu chuqurliklar xatolarni kechirmaydi. Agar yolg'iz ketsam, qaytib kelmasligim mumkin. Va nima uchun men sizga yordam beradi deb o'ylayapsiz? Men sizning janglaringizni ko'rdim. Qanday kurashganingizni, qanday omon qolganingizni. Siz tajribali jangsiz. Bu yerda sizga o'xshaganlar ko'p emas. Agar men hozir rozi bo'lib, keyin seni o'ldirsam-chi? Miyangizni o'rtasida bir kichik bomba bor. U faqat kelishuv buzilganda faollashadi. Va keyin boshingizdan asar ham qolmaydi. Va'dani buzmaslikka nima xalaqit beradi? Menda ishonch degan narsa bor. Mayli, yaxshi, keling unda uni topaylik. Qani davay, hamma narsa ishlayotganini bir tekshirib ko'ramiz. Siz o'zingizni yolg'iz degan edingiz. Ha, men yolg'izman. Bu mening mashg'ulot botim. U bo'sh, deyarli o'qdorlar tugab qolgan. Xavotir olmang, agar u sizni o'ldirmoqchi bo'lsa ham buni qila olmaydi.
Hammasi avvalgidan ham yaxshiroq ishlayapti. Unda vaqtni behuda sarflamaylik. 9-sektor juda uzoq yo'l.